Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar va nafaqa yoshiga yaqinlashib kelayotgan qadrli fuqarolar. Bugun men sizga nafaqat pensiya miqdoriga, balki uning umumiy hisob-kitob tizimiga ta'sir qiladigan, sizning hayotingizda juda muhim rol o'ynaydigan yangi qonun haqida so'zlab beraman. Bu ma'lumot har bir pensioner, har bir keksa inson uchun hayotiy zaruratga aylanib ulgurgan. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rmasangiz va ushbu ma'lumotlarni o'zlashtirmasangiz, kelajakda ming afsuslar bilan yashashingiz mumkin. Chunki siz o'zingizga tegishli bo'lgan haqli pensiya miqdorining bir qismidan mahrum bo'lishingiz ehtimoli bor. Bu og'riqli haqiqat, biroq uni bilish zarur. Esingizda bo'lsin, ogohlantirilgan, qurollangan demakdir. Bugungi kunda qonunchilikdagi kichik bir o'zgarish ham millionlab insonlarning taqdiriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Va men sizning huquqlaringiz himoyachisi sifatida har biringizni ogohlantirishni, har biringizga to'g'ri yo'nalish ko'rsatishni o'zimning burchim deb bilaman. Sizning umringiz davomida halol mehnat qilganingiz, oilangizni boqqaningiz, vatan ravnaqi uchun hissa qo'shganingiz bejiz emas. Har bir to'kilgan teringiz, har bir uyqusiz turingiz, har bir mashaqqatli kuningiz sizning qahramonligingiz timsoli. O'tmishda siz zavodlarda, fabrikalarda, dalalarda, o'quv dargohlarida, tibbiyot muassasalarida, qisqasi, mamlakatimiz iqtisodiyotining har bir sohasida o'z kuchingizni, yoshingizni, bilimingizni ayamagan holda mehnat qildingiz. Siz o'sha davrning fidokor insonlari edingiz. Sizning bolaligingiz urushdan keyingi og'ir yillarga to'g'ri kelgan bo'lsa-da, siz hech qachon taslim bo'lmadingiz. Aksincha, tinmay ishladingiz, qurdingiz, bunyod etdingiz. Shu sababli pensiya siz uchun shunchaki davlat to'lovi emas, balki butun bir umrning ramzi, davlatning sizga berayotgan minnatdorchiligidir. Ammo ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, sizning bu beqiyos mehnatingizga munosib ravishda baho berilmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emasmi? Siz shunday fikrlaysizmi? Sizningcha davlat sizning yoshingiz va xizmatingizni to'liq qadrlayaptimi? Yoki ba'zida sizning mehnat yo'lingizni to'liq aks ettirmaydigan hujjatlar sababli adolatsizlikka duch kelayotgandek tuyulasizmi? Necha yildan beri pensiyada ekansiz? Umringizning qancha qismini mehnatga bag'ishladingiz? Izohlarda o'z fikringizni yozing, balki sizning hikoyangiz ko'pchilikka yordam berar, ko'plab savollarga javob bo'lar. Bizga sizning tajribangiz, sizning boshingizdan o'tgan voqealar juda muhim. Ular bizga kelajakda shunga o'xshash muammolarning oldini olishda yordam beradi. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu muhim mavzuni davom ettirishdan oldin sizdan kanalimizga obuna bo'lishingizni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishingizni so'rayman. Chunki biz pensiya qonunchiligidagi har qanday o'zgarishlar, yangiliklar va sizning huquqlaringizni himoya qilishga oid masalalarni doimiy ravishda yoritib boramiz. Obuna bo'lish orqali siz hech qachon muhim ma'lumotlardan quruq qolmaslikni ta'minlaysiz. Bizning jamoamiz sizning qonuniy huquqlaringizni ta'minlash, sizga yordam berish va har qanday noaniqliklarga oydinlik kiritish uchun tinimsiz ishlaydi. Sizning har bir savolingiz biz uchun muhim. Eslasangiz, avvallari pensiya tizimi ancha sodda edi yoki shunday tuyular edi. Mehnat daftarchasi bu sizning butun mehnat faoliyatingizning asosiy hujjati edi. Undagi har bir yozuv, har bir muhr sizning ishlagan joyingizni, lavozimingizni va stajingizni tasdiqlardi. O'sha paytlar deyarli har bir korxonada kadrlar bo'limi mavjud bo'lib, ular mehnat daftarchasiga yozuvlarni muntazam kiritib borishardi. Hisob-kitoblar ham asosan qog'oz hujjatlar asosida amalga oshirilar edi. O'rtacha ish haqi aniqlanib, shunga qarab pensiya tayinlangan. Bu tizim o'z davri uchun samarali bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki ma'lumotlar almashinuvi hali unchalik rivojlanmagan edi. Raqamli texnologiyalar esa oddiy fuqarolar hayotiga kirib kelmagan edi. Hatto ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar ham ko'pincha qog'oz varaqalarda, jurnallarda qayd etilar, ba'zida esa faqatgina korxona arxivida saqlanar edi. Pensiyaga chiqish uchun faqatgina mehnat daftarchasi va maosh haqidagi ma'lumotnoma kifoya qilardi. Ko'pchilik uchun bu jarayon ancha tushunarli va oddiy edi. Biroq bu soddalik ba'zida ma'lumotlarning yo'qolishiga yoki noto'g'ri kiritilishiga sabab bo'lardi, ammo kamdan kam holatlarda bunga jiddiy e'tibor qaratilardi. Bugungi kunga kelib esa vaziyat tubdan o'zgardi. Jamiyatimiz raqamli texnologiyalar davriga qadam qo'ydi. Bu esa o'z navbatida pensiya tizimiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda davlatning asosiy maqsadi har bir fuqaroning mehnat faoliyatini maksimal darajada aniq va shaffof tarzda hisobga olishdir.
Shu sababli e-mehnat daftarchasi kabi elektron tizimlar joriy etildi. Yangi qonun ham aynan shu yo'nalishdagi islohotlarni mustahkamlashga qaratilgan. Endilikda pensiyani hisoblashda nafaqat mehnat daftarchasidagi yozuvlar, balki elektron ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlar ham asosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Bu bir tomondan inson omilini kamaytirib, korrupsiyaning oldini olishga yordam bersa, ikkinchi tomondan ba'zi pensionerlar uchun qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki 60 ta qog'ozda qolib ketgan yoki raqamlashtirilmagan ma'lumotlar endilikda tasdiq talab qilishi mumkin. Bu esa eski hujjatlarni qidirish, arxivlardan ma'lumotnoma olish kabi murakkab jarayonlarni keltirib chiqaradi. Davlat pensiya tizimini adolatliroq va shaffofroq qilishni maqsad qilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda bu o'zgarishlar insonlar hayotida noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Ayniqsa o'nlab yillar oldin ishlagan, hozirda esa hujjatlari to'liq bo'lmagan fuqarolar uchun. Xo'sh, bu yangi qonun kimlarga xavf tug'diradi va kimlarga ko'proq foyda keltiradi? Xavf ostida bo'lgan pensionerlar toifasi. Birinchidan, mehnat daftarchalari to'liq bo'lmaganlar. Agar sizning mehnat daftarchangizda ishga kirish, ishdan bo'shash sanalari aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, ayrim davrlardagi yozuvlar mavjud bo'lmasa yoki muhrlar aniq bosilmagan bo'lsa, sizning shu davrdagi stajingiz tasdiqlanmasligi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Hatto bir necha oylik stajning yetishmasligi ham pensiya hisob-kitobida jiddiy farq keltirib chiqaradi. Ikkinchidan, norasmiy ravishda ishlaganlar. Sovet ittifoqi davrida bunday holatlar kam bo'lgan bo'lsa-da, mustaqillik yillarining dastlabki 10 yilliklarida ko'plab fuqarolar norasmiy sektorda ishlaganlar. Agar sizning mehnat stajingizning bir qismi hech qanday hujjatlar bilan rasmiylashtirilmagan bo'lsa, endilikda bu davrni tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Guvohlarning ko'rsatmalari ham doimo qabul qilinmaydi. Uchinchidan, boshqa davlatlarda ishlaganlar. Agar siz sobiq ittifoq respublikalarida yoki boshqa xorijiy davlatlarda ishlagan bo'lsangiz va o'sha yerdan olgan stajingizni tasdiqlovchi hujjatlaringizni to'liq taqdim eta olmasangiz, bu davrlar ham pensiyani hisoblashda inobatga olinmasligi mumkin. Bu ayniqsa Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi davlatlarda mehnat qilgan fuqarolar uchun dolzarb. Hujjatlarni almashish tizimlari har doim ham to'liq ishlamaydi. To'rtinchidan, hujjatlarni yo'qotganlar, yong'in, tabiiy ofatlar, qochish yoki shaxsiy ehtiyotsizlik sababli mehnat daftarchasi, maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalar kabi muhim hujjatlarni yo'qotgan fuqarolar ham xavf ostida. Yangi qonun ushbu hujjatlarning qayta tiklanishini talab qiladi. Bu esa uzoq va mashaqqatli jarayon bo'lishi mumkin. Hatto ba'zida korxonalar tugatilgan bo'lsa, hujjatlarni tiklash imkonsiz bo'lib qoladi. Beshinchidan, raqamlashtirish jarayonida ma'lumotlari noto'g'ri kiritilganlar mehnat daftarchasiga o'tish jarayonida inson omili sababli ma'lumotlarda xatolar yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Bu xatolar o'z vaqtida tuzatilmasa, kelajakda pensiyangiz miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Pensiya miqdori oshirilishi mumkin bo'lgan pensionerlar toifasi. Birinchidan, qo'shimcha staj yoki yuqori ish haqi tasdigini taqdim eta olganlar. Agar sizda ilgari hisobga olinmagan, ammo endilikda qonuniy kuchga ega bo'lgan qo'shimcha mehnat stajini yoki yuqoriroq ish haqini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, pensiyangizni qayta hisoblash orqali uni oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu, masalan, o'qish davri, harbiy xizmat davri kabi avval hisobga olinmagan davrlar bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, hujjatlar yetishmovchiligi tufayli minimal pensiya olganlar. Ba'zi fuqarolar hujjatlarining to'liqligi yo'qligi sababli pensiyani eng kam miqdorda olgan bo'lishlari mumkin. Agar ular endilikda zarur hujjatlarni to'plab, o'z mehnat faoliyatini to'liq isbotlay olsalar, pensiyalari qayta hisoblanib, oshirilishi mumkin. Bu ularga uzoq yillik mehnatlari uchun munosib rag'bat bo'ladi. Uchinchidan, alohida xizmatlari yoki uzoq yillik staji bo'lganlar, yangi qonunchilikka ko'ra ba'zi kasb egalari, uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lganlar yoki davlat oldidagi alohida xizmatlari bo'lganlar uchun qo'shimcha koeffitsiyentlar yoki ustamalar joriy etilishi mumkin. Bu esa ularning pensiya miqdorini sezilarli darajada oshiradi. Misol uchun, shifokorlar, o'qituvchilar, konchilar kabi kasb egalari uchun maxsus imtiyozlar nazarda tutilishi mumkin. To'rtinchidan, ma'lumotlarni yangilagan va to'g'rilaganlar, o'z mehnat staji va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni e-mehnat daftarchasi tizimida to'liq va aniq ravishda yangilab, noto'g'ri ma'lumotlarni o'z vaqtida tuzatgan fuqarolar kelajakda pensiya hisob-kitoblarida hech qanday muammoga duch kelmaydi va o'zlariga tegishli bo'lgan pensiyani to'liq oladilar. Ularning ma'lumotlari davlat tizimida to'liq aks etadi.
Bu o'zgarishlar faqatgina qonunchilik bilan cheklanib qolmasdan, balki har bir insonning o'ziga bo'lgan e'tiborining ifodasidir. Davlat tizimni shaffoflashtirishga harakat qilar ekan, bu jarayonda fuqarolarning faol ishtiroki ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aks holda eng adolatli tizim ham, agar undan to'g'ri foydalanilmasa, kutilgan natijani bermasligi mumkin. Sizningcha, pensiya hisoblashda eng muhim nima? Faqatgina mehnat staji yetarlimi yoki olgan maoshingiz ham adolatli hisoblanishi kerakmi? Aynan qaysi jihat sizni ko'proq tashvishga soladi? Balki sizning qo'shimcha stajingiz bor, lekin uni qanday tasdiqlashni bilmayapsizmi? Yoki hujjatlaringizda xatoliklar bormi? Izohlarda o'z savollaringizni va fikringizni qoldiring. Men va mening jamoam har bir savolingizga javob berishga harakat qilamiz, sizga yordam beramiz. Sizning ovozingiz biz uchun muhim. Endi esa ushbu vaziyatdan to'g'ri chiqish yo'llari va aniq tavsiyalar. Yodda tuting, bu borada harakat qilishni kechiktirmaslik kerak. Birinchidan, shaxsiy mehnat daftarchangizni va boshqa hujjatlaringizni diqqat bilan tekshiring. Har bir yozuvni, har bir muhrni, har bir sanani sinchiklab ko'rib chiqing. Agar biror joyda xatolik, noaniqlik yoki o'chirilgan yozuvlar mavjud bo'lsa, bularni qayd eting. Mehnat daftarchangizning har bir sahifasi sizning mehnat tarixingizni hikoya qilish kerak. 10 yillab yozilgan bu hujjatlarga loqayd bo'lish sizga qimmatga tushishi mumkin. Ikkinchidan, e-mehnat daftarchasi tizimidagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar sizda bu tizimga kirish imkoniyati bo'lmasa, Xalq bankining pensiya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling va o'zingizning elektron mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlarni so'rang. Ularni qog'oz mehnat daftarchangiz bilan solishtiring. Agar qog'oz va elektron ma'lumotlar o'rtasida nomuvofiqliklar aniqlansa, bu haqda darhol tegishli idoralarga xabar bering. Ba'zida xatolar texnik sabablar tufayli yuzaga kelishi mumkin, ammo ularni tuzatish sizning zimmangizda. Uchinchidan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalaringizni yig'ing. Pensiya hisoblashda nafaqat staj, balki sizning olgan ish haqingiz ham muhim rol o'ynaydi. Agar sizda o'tgan yillarda olgan ish haqingiz to'g'risida ma'lumotnomalar saqlanib qolgan bo'lsa, ularni pensiya jamg'armasiga taqdim eting. Agar bunday ma'lumotnomalar bo'lmasa, ilgari ishlagan korxona yoki tashkilotning arxiviga murojaat qiling. Hatto korxona tugatilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari ma'lum bir muddat davlat arxivlarida saqlanadi. Har bir ma'lumotnoma sizning pensiya miqdoringizni oshirish imkoniyatini berishi mumkin. To'rtinchidan, Xalq bankining pensiya bo'limiga murojaat qiling. Barcha yig'ilgan hujjatlar bilan o'zingiz yashaydigan hududdagi Xalq bankining pensiya bo'limiga borib, mutaxassislar bilan maslahatlashing. Ular sizning vaziyatingizni o'rganib chiqib, qaysi hujjatlar yetishmayotganini, qaysi davrdagi stajni tasdiqlash kerakligini aniq aytib berishadi. Bu maslahat bepul va sizning huquqingizdir. Beshinchidan, huquqiy yordamdan foydalaning. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, hujjatlarni tiklashda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, norasmiy stajni tasdiqlashda muammolar bo'lsa, advokat yordamidan foydalanishingiz mumkin. Advokat sizning nomingizdan so'rovlar yuborishi, arxivlarda ishlashi va hatto sud orqali o'z huquqlaringizni himoya qilishi mumkin. Unutmangki, har bir fuqaro malakali yuridik yordam olish huquqiga ega. Oltinchidan, faol bo'ling va vaziyatni o'z holiga tashlab qo'ymang. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetgach, ishlarni yig'ishtirib, tinchlik istaydi. Ammo bugungi kun talablari biroz boshqacha. O'z pensiyangiz uchun kurashish, bu o'z kelajagingiz uchun, o'z avlodlaringiz uchun kurashish demakdir. Har bir hujjat, har bir satr sizning munosib qariyalik davringizni ta'minlashda muhim. Shunday qilib, hurmatli do'stlar, bugun men sizga o'z pensiyangizni to'liq miqdorda olishingiz uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Yangi qonun va uning oqibatlari haqida bilib oldingiz. Siz endi qaysi yo'lni tanlaysiz? Shunday qilib, siz hali ham eski usullar bilan yashashni davom ettirasizmi? O'z huquqlaringizni bilmasdan yoki bugungi videoda aytilgan barcha tavsiyalarga amal qilib, o'zingizga tegishli bo'lgan har bir so'm uchun kurashasizmi? Sizga o'zingizning haqli pensiya miqdoridan mahrum bo'lish xavfi hali ham mavjud deb o'ylaysizmi? Yoki barcha kerakli choralar qo'llanilgandan so'ng xotirjam bo'lishingiz mumkinmi? Izohlarda o'z javobingizni kutib qolaman. Sizning faolligingiz nafaqat sizga, balki boshqa ko'plab insonlarga ham yordam berishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.